Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarim. Bugun sizlar bilan mana shu rasmdagi qizchalar uchun tvoyka tikamiz. Kerak bo'ladigan matolarimiz 1,5 metrdan kerakli matolarni olib kelamiz. Andazalarni tayyorlaridan foydalanamiz. Biz 32-rasmер uchun tikamiz. Andazalarni asos chiziqlarini hammasini belgilab olamiz va matoga qo'yib joylashtiramiz. 1,5 santimetr chok haqi tashlab oldin etaklarini, keyin esa yon qismlarini kesib chiqamiz. Mel yordamida matoga chizib olsanglar, kesish to'g'ri diagonalda oson bo'ladi. Mana yeng qismlarini ham bichib olamiz. 1,5 santimetrdan chok haqi tashladim. Trikotaj shersnoy matodan tikyapman. Shuning uchun chok haqilarini yon tomonlariga ko'proq tashladim. Kiyim to'kilib, to'la to'kis bo'lib turishi uchun. O'yinli qismlarini ham kesib olamiz. 1,5 santimetr chok haqi yordamida yelka choklarini ulashdan ishimizni boshlaymiz. 1,5 santimetr chok haqi tashlab ikkita yelkasini ulaymiz. Yon tomonlarini ham ulaymiz. Tikayotganda e'tibor berasizlar, tekis chiroyli bo'lib chiqishi uchun sizlar matoni to'g'rilab tikishinglar kerak. Endi tikishni boshlayotganlar mashinani pastroq, sekinroq bosib tikishni tavsiya qilaman. Shunda choklaringiz tekis chiqadi. Dazmollab olamiz choklarimizni albatta. Birinchi qo'lda tikib olib, keyin kerakli joyga o'rnatib olib, mashinada cho'nchaklarni ham tikib oldim. Mana yenglarni ichini ham overlock qilib, bitta tikib, bitta dazmol qilamiz. Shunda choklarimiz tekis chiroyli chiqadi. Overlock yordamida akkuratni qilib tikib olamiz. Kerakli rangli iplarni qo'yib olinglar. Albatta qanaqa rangda tikishinglarga qarab ishinglar chiqadi. Mana meni ishim tayyor bo'ldi. Juda ham o'zimga yoqdi. Albatta kamchiliklari bor. Keyingi vloglarimda chiroyli qilib, bundan ham zo'r qilib, foydali ma'lumotlar bilan chiqaman. Inshaalloh xatolarimizni birga to'g'rilaymiz, birga noldan tikishni o'rganamiz. Videoyim albatta yoqqan bo'lsa, sizlarga podpiska bo'linglar, like bosinglar, kommentariy qoldiringlar. Professional zo'r tikishni biladigan tikuvchilar ham kommentariy qoldirishsa xursand bo'lardim, chunki havaskorman. Inshaalloh sizlar bilan rivojlanamiz.